nazira yuragimni ezma. Ketyapsan bu yoqqa. Kelishmaymi dada? Qayerga ketyapsan? Shunday bitta chimildiqqa kiribdi. To'xtabdi. Tog'ay narsadan ish topdi. To'yda ko'rding qancha xarajat bo'ldi. Shularni qoplash uchun ishlab kelasan o'g'lim. Xo'p, shuni keliningiz olib. Kirib chiqish qochmaydi. Kelganda keyin kirib chiqaversan, xo'pmi? Samolyoting bugun uchadi bola. Xo'p, keliningiz bilan xayrlashib chiqay dada. O'lyapsanmi? O'lgani o'lyaptim. To'y. Qayerga ketyapti? Keladi. Bir aylanib kelsin. Tezroq kelsin-da, qay bo'lmasa. Keladi. Dada, shuni Bor dedim. Ayta banka bilan turtishga olgin bo'ladi. Boshqa narsa olma. Yangilik bormi? O'g'liz Rossiyada bo'lsa qanaqa yangilik bo'lsin? Mana, o'g'ling eshitganda telefon qilyapti. Assalomu alaykum dada. Qandaysan, To'y? Zo'r. Ana qo'shnimiz Jo'rabek to'yi men bilan bir kunda bo'lganda o'sha farzandli bo'libdi. Zo'r bo'pti-ku. Sen u narsalarni o'ylama. Sen ishni qilgin bolam. Shunga men ham borsam farzandli bo'lsammi degandim. Qayoq? Alo, dada qotib qoldingiz. Dada qotib qoldingiz. Qotib qoldimmi? Mashinnik. Aldab kelmoqchi bo'lyapti. Kiysalar yaxshi bo'laydi menimcha. Kiysa sizga yaxshi bo'ladi. Bizgachi? Qarzlarni kim to'laydi, kelin? Yur oldimga tosh. Boshidan qolsa. Nima qilyapsiz, Xudo? Quda, odam emas ekansiz. O'g'lingizni to'y kuni Moskvaga uchirib yorib, qizimga oson tutmang-da. Haligacha qaytgani yo'q. Keladi. Nima qizingizni sabr qilishga o'rgatmaganmisiz? Sabrni ham chegarasi bo'ladi. Qancha bo'ldi ketganiga? Endi 7 yil bo'ldi-ku. 7 yil qachon qaytadi? Ha, bir oz qoldi, 5 yilda qaytadi. Satqayi odam ket. O'g'lim, to'xtang. Ha? Ketaman deyapti xotining. Bizga ham oson tutma bolam. O'zing gaplash. Ha, jo'natding pul jo'natibdi. Pul jo'natibdi. Qachon jo'natding? O'lay odam bo'lmaydi. Bunga pul kerak, pul. Bola kerak emas. Yaxshimisiz, dada? Tinchlikmi? Tinchlik emas bolam. Jo'raqul akayning o'g'li dadasiga mashina sovg'a qildi. Men ham pul yig'ib qo'yganman, unda qaytaman, o'zim olib beraman. Sen inaylik, qayoqqa qaytasan? Sen pulni jo'nat, o'zim bilaman qayerda olishdi. Bozordan olaman. Onlayn ham, offlayn ham olsang bo'ladi. U qimmat emasmi? Qanaqa qimmat? Baholash xizmati bor. 1 minutda mashinaning narxini bozor narxida chiqarib beradi. Endi o'zim borganda kraskasini ko'rib beraydim-da. O'zlarining servislarida diagnostikasi bor. Viber bormi? Sen nima deyapsan? E'lonlar bo'limida 10 mingtadan oshiq mashinasi bo'lib ketdi. Yangisi ham bor, minilgani ham bor. Sen pulni jo'nat bo'ldi. Men qachon qaytaman, dada? Sen Alo. Yana qotib qolyaptimi? Alo. Obbo. o'chirdimi? Qaytaman deydi. Menga bu buncha qaytishga qiziqadi. Nima poylayapsiz, kelin? Nima poylayapsiz? Bechora ham qiynalib ketdi. Dada, men Rossiyadan keldim. O'g'lim. Bu onaxon kim edi? Bu xotining bolam. Assalom. Zarami? O'g'lim. Rossiyada soqqani qilding. Endi farzandli qil bolam. Bechora yigit Rossiyadan pul topib keldi-yu, lekin normalniy zaqchani ham tortib keldi. Ana endi ayting siz, ular farzandli bo'la oladimi?